Yaqindan buyon Amerikaning Xitoyga bo'lgan besimi va kuchlik cheklamasining kuchayishiga qarata Xi Jinping Birlashgan Davlatlar Tashkiloti qurilganligining 75 yillik munosabati bilan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Umumiy Majlisining yuqori darajali yig'inida muhim nutq sinalg'usini e'lon qilib, Amerikani maxfiy tanqidlab Birlashgan Davlatlar Tashkilotini adolatni qo'llashga chaqirgan. Ammo shu nutq so'zlash jarayonida ikki qatim xato talaffuz qilgan. Xitoy davlat taratqullari Xinhua agentligi Xi Jinpingning 21-sentabr qilgan muhim nutqini xabar qilganida astoydil to'rdashlar Xi Jinpingning xato talaffuz qilib yana bir qatim xatolik sodir qilganligini bayqadi. Twitter to'rdoshlari bu sin ko'rinishini qayta tarqitib, 40 sekund vaqt ichida ikki qatim xatolik ko'rildi. Xalqaro tartib deganni xalqaro qizil tartib deb o'qiganligini ko'rsatgan. Uningdan boshqa Xi Jinping qo'lyozmani o'qiyotganda, uning endi o'tirgan bosh ministr Li Keqiang ikki qatim yo'tilib, usteldagi hujjatlarni varaqlab nihoyat o'ng'aysizlangan.